AQSh Ukrainaga va'da qilingan 20 mingta raketani Yaqin Sharqqa berib yubordi. Lukashenko Si Zinpinga haykal o'rnatishni taklif qildi. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning markaziy hududiga bostirib kirgani aytilmoqda. Xitoyda global pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan yangi koronavirus aniqlandi. Wagner tarkibiga yo'llanib Ukrainaga qarshi urushga qatnashgan yana bir o'zbekistonlik yigit jazolandi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. AQSh Ukrainaga va'da qilingan 20 mingta raketani Yaqin Sharqqa berib yubordi. Vladimir Zelenskiy Ukraina shahid turidagi dronlarga qarshi kurash uchun 20 mingta raketa olish kerak bo'lganini aytdi. Ukraina uchun mo'ljallangan ushbu raketalarni topshirish to'g'risidagi qaror Jo Bayden prezidentligi davrida qabul qilingan. Ammo Tramp prezident etib saylangach raketalar Yaqin Sharqqa yuborilgan. Bu haqda Zelenskiy ABC News'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Darvoqe, bilasizmi, bizda shahid va shunga o'xshash dronlar bilan katta muammolarimiz borligini ko'rgansiz. Biz bunga qarshi kurashyapmiz va albatta ularni yo'q qilish uchun barcha vositalarni topamiz, deya ta'kidladi Zelenskiy. Shu bilan birga Ukraina prezidenti Jo Bayden prezidentligi davrida mudofaa vaziri Lloyd Ostin ishtirokida bir loyihani amalga oshirish bo'yicha qaror qabul qilingani haqida ham gapirdi. Va biz ushbu loyihaga umid qilgandik. Shahidlarga qarshi kurash uchun 20 mingta raketa. Bu qimmat emas, ammo muhim texnologiya. Shuning uchun biz shu 20 ming raketaga tayyorlanayotgan edik. Bugun ertalab mudofaa vaziri menga aytdiki, Qo'shma Shtatlar ularni Yaqin Sharqqa yuboribdi, deya qo'shimcha qildi Zelenskiy. 2022-yil kuzidan boshlab Rossiya Ukraina urushida yangi muhim faktor Eronning shahid dronlari paydo bo'ldi. Shahidning asosiy afzalligi avtonom tarzda katta masofani uchib o'tishi va belgilangan nishonga aniq zarba berishidir. Dronning jangovar qismida nishonni yo'q qilish uchun portlovchi modda mavjud. Shahid 136 da taxminan 40 kg, Shahid 131 da esa 10 kg portlovchi modda bor. Ushbu dronlarning uzunligi 3,5 metr, og'irligi esa 200 kg gacha. Dron deyarli 2000 km masofaga ucha oladi. Biroq dronning porshenli dvigateli baland ovozda ishlaydi. Shuning uchun u ukrainaliklar orasida moped laqabini olgan. Lukashenko Si Zinpinga haykal o'rnatishni taklif qildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Minskdagi stadion kiraverishida Si Zinpin haykalini o'rnatishni taklif qildi. Bu haqda Pul Pervova Telegram kanali xabar berdi. Ma'lum qilinishicha 7-iyun kuni Minskda milliy stadion ochilish marosimi bo'ldi. Ushbu stadion Xitoydan ajratilgan mablag' evaziga qurilgan va loyiha to'liq Xitoy tomonidan amalga oshirilgan. Bu stadion shunchaki sport inshooti emas, balki Belarus futboli yuksalishi ramzi va Xitoy bilan do'stlikni mustahkamlash yo'lidagi yana bir qadamdir. Axir bu obyekt Xitoy sovg'asidir, deyiladi xabarda. Stadion kiraverishida ikki futbolchi yonma-yon turgani aks etgan haykal o'rnatilgan bo'lib, u belaruslik va xitoylik futbolchilarni aks ettiradi. Lukashenko haykalni ko'rganida bu yerda Si Zinpin haykalini o'rnatish kerak deb aytgan. Bu yerda do'stim Si Zinpinga haykal o'rnatish kerak, chunki uning sharofati bilan xitoyliklar o'z mablag'lari evaziga Yevropada kamyob bo'lgan bu ajoyib stadionni qurdi, degan Lukashenko ochilish marosimida so'zlagan nutqida. Ma'lum qilinishicha, Xitoy tomoni sovg'a sifatida Belarus xalqiga xalqaro darajadagi basseyn ham qurib topshirgan. Rossiya qo'shinlari Ukrainaning markaziy hududiga bostirib kirgani aytilmoqda. Rossiya kuchlari 8-iyun kuni birinchi marta Ukrainaning markaziy Dnipropetrovsk viloyatiga bostirib kirayotganini da'vo qildi. Bu haqda CNN xabar berdi. Moskva bu hududga bir necha oydan beri yetib borishga harakat qilayotgan edi. Rossiya harbiylarining 90-tank diviziyasi bo'linmalari Dnipropetrovskning Donetsk viloyati bilan chegarasiga yetib keldi. Uning katta qismi allaqachon Rossiya tomonidan bosib olingan, deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Qancha hudud bosib olingani haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Ukraina esa Rossiya hujumini tasdiqlamagan. Rossiya bu hujumni ukrainaliklarning bir necha oydan beri ruslar hujumi ostida qolayotgan Pokrovsk shahrini qo'lga olishiga qo'shimcha bosim o'tkazadi.
Ukraina bosh shtabi 8-iyun kuni ertalab uning qo'shinlari Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi 65 ta hujumkor harakatlarini to'xtatganini bildirgan. Dnepropetrovsk Rossiya tomonidan qisman bosib olingan 3 ta viloyat, Donetsk, Xerson va Zaporojye bilan chegaradosh. Hudud aholisi nisbatan kam va qishloq joylarda joylashgan. U muhim tog' logistika markazi bo'lib, urush boshlanishidan oldin taxminan 3 million aholiga ega edi. Xitoyda global pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan yangi koronavirus aniqlandi. Xitoyda koronavirusning yangi varianti aniqlandi. U yangi pandemiyaga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli mutatsiyaga juda yaqin. Bu haqda amerikalik olimlar tadqiqotiga tayanib The Independent xabar berdi. Virus o'lim holati 34% gacha yetadigan Yaqin Sharq respirator sindromi virusi hisoblanuvchi xavfli Merbekovirus oilasiga mansub. Washington shtati universiteti olimlar guruhining tadqiqot natijalariga ko'ra, koronavirusning yangi varianti COVID-19 ga qaraganda ko'proq hayvonlarga yuqishi va turlar orasida tarqalish bo'yicha katta potensialga ega bo'lishi mumkin. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, virus oqsil tikanchalaridagi kichik o'zgarish unga insonning tomoq, og'iz va burnidagi ACE2 hujayralariga yopishib olish imkonini beradi. Virus uzoq vaqt davomida yetarlicha o'rganilmagan edi. Biroq bizning ma'lumotlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, virusning inson organizmiga kirish qobiliyatiga ega bo'lishi uchun atigi bir qadam qolgan, deydi tadqiqotning yetakchi muallifi professor Michael Letko. Hozirda yangi turdagi virus bunday qobiliyatga ega bo'lmagan, ammo u allaqachon ko'rshapalaklarning hujayralarini samarali zararlay oladi. Virus muvaffaqiyatli mutatsiyaga uchrasa, u insonning nafas olish yo'llari bilan birga ichaklarida ham ko'paya oladi. Tadqiqot davomida olimlar virusning spike oqsilini o'z ichiga olgan genetik modifikatsiyalashgan psevdoviruslardan foydalangan. Ular ACE2 retseptorlarga bo'lgan hujayralarga, ko'rshapalak va insonlarnikiga yuborilgan. Ma'lum mutatsiyalar yuborilgach, virus inson hujayralariga kirishni boshlagan. Oldinroq xitoylik olimlar virus variantlaridan biri allaqachon insonning ACE2 hujayralari bilan bog'lanish qobiliyatiga ega bo'lganini ma'lum qilgandi. Bu virusning tashuvchi hayvonsiz ham insonga to'g'ridan-to'g'ri yuqishi mumkinligini anglatadi. Shunga qaramay, olimlarning ta'kidlashicha, hozirda virus odamlar orasida tarqalganiga oid ma'lumotlar yo'q, ammo ular ustidan nazorat davom ettirilishi lozim. Ayniqsa Xitoyning yovvoyi hayvonlar bilan savdo qilinadigan ayrim mintaqalarida, chunki u yerda virusning odamga sakrab o'tishi xavfi yuqori. Wagner tarkibiga yo'llanib Ukrainaga qarshi urushga qatnashgan yana bir o'zbekistonlik yigit jazolandi. Rossiyaning Wagner xususiy harbiy kompaniyasi safiga qo'shilgan 25 yoshli O'zbekiston fuqarosiga yo'llanish moddasi bo'yicha 5 yilga ozodlikni cheklash jazosi qo'llandi. Bu haqda sud hukmi nusxasiga tayanib TASS xabar berdi. Ish materiallariga ko'ra, erkak 2021-yil iyul oyida pul ishlash maqsadida Rossiyaning Samara viloyatiga borgan va 2022-yil noyabrida Wagner safiga qo'shilgan. Shundan so'ng Ukrainadagi jangovar harakatlarda qatnashgan. Uning ismi Sharif xabarda keltirilmagan. 2024-yil oktyabr oyida u vataniga qaytganida huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan hibsga olingan. Uning telefonida harbiy harakatlarda ishtirok etganini tasdiqlovchi ma'lumotlar topilgan. Sud 25 yoshli yigitni Jinoyat kodeksining 154-moddasi 1-bandi bilan aybdor deb topdi. 5 yil muddatga ozodlikni cheklash tarzidagi jazo tayinlansin, deyiladi hukm matnida.